Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan hozircha Abdulboriy vlog do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan biz albatta YouTube beradigan anaqani ko'rib chiqamiz bu Telegramda. Do'stlar, albatta bizga like va podpiskani bosib turing. Biz sizlarga to'liq va ishonchli qilib tushuntirib ketamiz do'stlar. Buni nomi Hisola River Sport. Do'stlar, mana qidiruvga kirib kommentariyaga qoldiraman albatta buni anaqasini. Mana do'stlar, shuni naq olib nuqson olib shu yerga tashlasizlar chiqadi. Shu yerga kirib mana do'stlar shu chiqadi va bu yerdan vazifalarni ochishni bosasiz va do'stlar o'zingiz ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak bo'ladi do'stlar. Albatta ro'yxatdan o'ting jigarlar. Sizlarga 100 mi, almasmi, nima kerak bo'lsa albatta bularni beradi barchasini. Do'stlar, keyin bu yerdan kunlik anaqa savollarga javob berasiz bo'ladi. Metdan sovrin yo'liga o'tkazib qatnashishni bosib qo'ysangiz albatta sizga bu ham anaqa bo'lishi mumkin. Bugun anaqa qilish nimada har kuni 05 rubldan anaqasiz bo'ladi. Sizlarga maslahatim, xo'p, bu yerdagi o'yinlarni o'ynamanglar. Bular g'alatiroq o'yinlar. Mana do'stlar, keyin manaqa viktorinalar beradi. Manaqa viktorinalar, keyin kunlik sovg'alar beradi. Har bir haftada 8 o'rboldan beradi. Bu o'rbollarda ekasizlar mana bunday almashtirib olasizlar. O'rbollarni almashtirish va bu yerdan 100 60 100. Lekin do'stlar, bitta maslahatim bor. 325 100 hech qachon olmanglar. Bermaydi do'stlar. Keyin bu o'rbolni tez ishlashni yo'li. Mana bu har bitta do'stingiz taklif qilganingizga 5 o'rboldan beradi. Lekin do'stlar, do'stingiz 2-darajaga yetganda mukofotlarni beradi. Xo'p do'stlar, keyingisi. Mana do'kondan 100 yil xarid qilsangiz bo'ladi. Xo'p bolalar, keyin bu yerdan o'rbollarni almashtirib bo'lganingizdan keyin ayirboshlashni bosasiz. Keyin sizda anaqa bo'ladi. Keyin bu yerdan buyumlarni bu yerdan chiqadi. O'shini promokodni olib do'stlar, keyin biz Midesbuyga kiramiz. Midesbuy. Albatta Midesbuy kerak bo'ladi. Midesbuy. Mana do'stlar, shunga kiramiz. Xo'p, kirganimizdan so'ng xo'p do'stlar, kirib olamiz albatta bunga ham. Kirib olganimizdan so'ng jigarlar loading bo'lib ochiladi. Bundan ro'yxatda o'tib olishinglar kerak bo'ladi. Men esa ro'yxatda o'tganman. Albatta bularni ham ikkinchi anaqasini qo'yamiz. Bir kalak bo'lgandan keyin sizlarga ikkinchisini qo'yib beramiz. Mana bu yerdan keyin bunaqalar ishonmanglar do'stlar. Mana PUBG Mobile tanlaymiz. Xo'p do'stlar, keyin sizlarda shunday oyna ochiladi. Bunda ham jicha internetingiz yaxshi bo'lishi kerak. Va do'stlar, zagruzka bo'ladi. Zagruzka bo'lgandan keyin bundan chiqib mana VIPga o'tkazib ko'rasizlar do'stlar. Yaxshiroq narsalar beradi bu. Bundan ham 100 sotib olsangiz bo'ladi. Albatta arzon 100 ham Midesbuyda bo'ladi do'stlar. Xo'p, jicha kutasizlar. Mana do'stlar, keyin sizlarda shunday oyna paydo bo'ladi. Xo'p, keyin bu yerdan 100 sotib olsangiz bo'ladi. Mana do'stlar, keyin bu yerdan ro'yxatga o'tib olasizlar. Boydi va akkaunt deganni bosib Midesbuyda. Men esa o'zimda xavfsizligimni o'ylab videoni o'chirib ro'yxatga o'tib olaman. Do'stlar, keyin sizlarda shunaqa oyna paydo bo'ladi. Va do'stlar, shunday oynadan ro'yxatga o'tib olasizlar o'zingiznikini kiritib. Va jicha kutib tursangiz, sizga shunday oynani chiqarib beradi. Xarashoni bosasiz. Keyin nazarni bosib chiqasiz. Bu yerga pochtangizni kiritasiz. Mana do'stlar, shunday qilib o'tib olasizlar. Xo'p, keyin bu yerdan buni bosib, so'ng tezlab ekran parolingizni kiritasizlar. Xo'p. Keyin do'stlar, sizlarda xarashadigan xarashoni bosasizlar. O'tadi.
keyin mana uyga qaytarib oladi. Bu yerdan ID va birvarani bosasiz. Короче, birinchisini. Keyin bu yerdan ID so'radi. ID'ni kiritasiz, OK'ni bosasiz. Keyin do'stlar bu yerga parametrni kod kiritasizlar boyaga. Xo'p do'stlar, keyin shu yerdan хорошо'ni bosasizlar. Sizlarning ID'ingizga to'g'ri yuzlik boradi do'stlar. Bu videoga 60 yuzlik qo'yganmiz. Albatta videomizga like bosib, chiroyli kommentariyaga beramiz 100likni. Albatta do'stlar, men u nomda anaqada qoldiraman kommentariyada. Albatta do'stlar, videomizga like va podpiskani bosib qo'ying. Sizlar bilan Abdulbari blog uz bo'ldi.